Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va la aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala khayri khalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Astagfiru billah. Innalloha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda quyidagi oyatlarda sizlarga marhamat qiladi. Albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Keyingi oyatda: "Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga, ya'ni dinga va boshqa har qanday alomatlarga xiyonat qilmangiz." Bugungi suhbatimizning mavzusi omonat haqida. Omonat nima? Omonat bir kishiga boshqa bir kishi tomonidan yoki boshqa bir zot tomonidan yelkasiga qo'yilgan vaqtincha berilgan bir so'z, mol, dunyo yoki bir qandaydir amal. Alloh taolo Anfal surasida aytishiga qaraydigan bo'lsak, ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsa, ya'ni dinga xiyonat qilib qo'ymanglar. Din, birodarlar, siz bilan biz yelkamizga qo'yilgan omonat. Omonat deganda bir har xil tushunchalar bo'ladi. Lekin siz bilan biz yelkamizga qo'yilgan birinchi omonat bu din omonati. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu biz bu omonatda yaxshiroq tushunishligimiz uchun mana shu salafi solihinlarning hayotiga bir murojaat qilmay ilojimiz yo'q. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytida mana bilamiz, shahar ko'chalarini tunda aylanardi. Kezib yurardi-da, ra'iyatni holidan bevosita o'zi bir xabardor bo'lishlik maqsadida. Ko'chalarni kezib yurar ekan bir xonadondan olov yoqilganligi belgisi ko'rindi, shu o'tni oldiga bordi. Xonada bir ayol bir qancha yosh bolalarni qozonni atrofiga to'plab olib, qozonni tagiga o't yoqilgan, qozonda suv qaynayapti. Yosh bolalar yig'layapti. Haligi ayol hozir sabr qilib turinglar, hozir pishadi, beraman deydi. Umar ibn Hattob Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu bilan birga bo'ladi. Tek tur, qarab turaylik deydi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bolalar yig'lab, charchab uxlab qolishadi. Shunda Umar ibn Hattob kiradi-da, ey Allohning sho'risi, nimaga bu qozondagi narsadan bolalarga bermayapsiz deydi. Ayol aytadiki, bu deydi ovqat emas deydi. Bu suv ichiga toz solib qaynatyapman deydi. Bolalarni yegan hech narsa yo'qligidan shu ovqat bor deb ilinj bilan turib, yig'lab charchab qolguncha, charchab ko'zi uyquga ketguncha qozonni aylantirib turaman, uxlagandan keyin shu bilan ovunib qolaman ketdamangacha degan maqsadda qilyapman deydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu boshliq bo'lib turgan davlatda mana shunday holni ko'radi-da, aytadiki, Amirul Mo'mininning oldiga borsiz bo'lmaydimi? Ayol aytadi, Allohga qasam, Umar bizga zulm qildi. Umar ibn Hattobligini bilmayapti bu ayol. Allohning cho'risi, Umar sizga qanday qilib zulm qiladi? Sizni holingizdan xabari bo'lmasa bunday ahvoldagidan. Deganda hali ayol aytdiki, bu bizni ustimizdan amir bo'lib, rahbar bo'lishlikka xabari bor-u, lekin bizga o'xshaganlarning holidan xabari yo'q ekanda. Uni yelkasidagi vojibida bizda qoladi holidan xabar olishlik. Qiyomatda Allohning huzuriga borganda Umar bizga zulm qildi deb Allohga shikoyat qilaman dedi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu darhol mana shu joydan chiqdi, Baytul Molga bordi, yog'ni oldi ko'zada, unni oldi, shakarni oldi, boshqa narsani oldi-da, asalni oldi, yelkasida ko'tarib olib keldi. Yukni og'irligidan, o'tdagi muddatning uzoqligidan, masofaning uzoqligidan charchab, soqollari yerga terishlik darajasiga yengishib qoldi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Amirul Mo'minin, ruxsat bering, bir chekkasini ko'tarish deganda qo'lingni nari qil dedi. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh mendan hisob kitob qilib so'rayotganda, meni yukimni bir chekkasini ko'tara olmaysan dedi. Ko'tarib oldi. Umar ibn Hattob bu ra'iyatga Allohning oldida javobgarligini, bu ra'iyat Umarga omonat ekanligini juda yaxshi bilar edi. Obordi, ovqatni yegizdi, bolalarni qorin to'yg'izdi, uxlagandan keyin hali ayolga ertaga Umarning oldiga boring, sizni nomingizdan ozgina bir gapirib qo'yaman dedi. Tong otdi, bordi, ayol Ali ibn Abi Talib, Abdurrahmon ibn Avf, Usmon ibn Affon
Umar ibn Xattobga qarab, "Ya Amiral Mo'minin" deyotganini eshitdi-da, kecha uning uyiga kim kelganiga bildi, dahshatga tushib qo'rqib ketdi. "Ya Allohning sho'risi, cho'chimang" dedi. "Sizga men qilgan zulmimni sotib olmoqchiman" dedi. Baytul moldan 600 dirham pul berdi. "Oling va meni zulmimni kechirganligingizni qog'ozga yozib bering." Qiyomat kuni o'lganida kafanimga tiqib ko'minglar. Qiyomat kuni kafanimdan chiqarib Parvardigor, bitta odamga zulm qilib qo'ygan ekanman, mana. Omonat qilib qo'ygan ekansan, men ularning holidan xabardor bo'lmagan ekanman. Zulm qilibman bilmasdan, mana rozi bo'ldi, rozi qildim u ayoldan degan xatni ko'rsatay deydi. Ular omonat deganda shu narsani tushungan. Biz omonat deganda faqat pulni tushunib qolamiz ba'zida. Omonat deb qo'ysa bo'ldi, omonat. Pul bo'lishligi kerak, pul emas. Omonatning turi ko'p. Omonatning eng kattasi bu Alloh taolo siz bilan biz yelkamizga qo'ygan din degan omonat. Agar omonatga xiyonat qilinsa nima bo'ladi? Mu'minlarni Alloh taolo nima degan? Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ahdlariga vafo qiladigan, omonatlariga vafo qiladigan kishilar mu'minlar degan Alloh taolo. Siz bilan biz 100 marta namoz o'qib, 100 marta musulmonlikda da'vo qilaylik, lekin bizga qo'yilgan omonatni ado qilmaydigan bo'lsak, siz bilan biz mana shu sifat topilmaydi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'bayna an yahmilnaha wa yashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Inson bolasiga qo'yilgan pul omonat bo'lsa, buni vaqtida egasiga qaytarib berish kerak. Mana salom omonat yetkazib qo'ying deydi, yetkazib qo'yishlik kerak. O'zi aslida bu omonatni yelkasiga inson olayotganda qanaqa javobgarlik borligini tushunsa, omonatni olmaydi, yaxshi qo'ying deydi, menga aytmang deydi. Men deydi, nafsim yomon, yeb qo'yishim mumkin u pulni. Men esarman, esimdan chiqib qolishi mumkin, so'ramaysiz. Qo'ying. Bo'ldi, aytib qo'yamiz. Bo'ldi bizdan. Albatta biz deydi Alloh subhanahu va taolo bu omonatni, ya'ni shariati islomiyadagi toat ibodatlarni, Alloh shuni ibodat, omonat deyapti. Islom dinida buyurilgan ibodatlarni osmonlarga va yerga, tog' toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar. Undan qo'rqdi. Demak, islomdagi ibodat, itoatni Alloh taolo osmon va yer, tog'larga ko'tarasizlarmi deganda ular biz ko'tara olmaymiz. Bizni qo'limizdan kelmaydi. Biz qurbimiz yetmaydi deb javob berishdi. Qabul qilishmadi. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bolasi Allohning ibodatini qilaman deb bo'yniga bu omonatni ko'tardi. Endi shu omonatni bajarmaydigan bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni hisob kitob qiladi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Eng katta omonat din ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam munofiqning belgisi 3 ta deydi. Birinchisi yolg'on gapiradi, va'daga xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Bu mana 3 ta sifat. Boshqa hadislarda 4 ta degan rivoyatlar ham kelgan, biz 3 taligini olamiz. Kim yolg'on gapirmaydi ichimizda? Yosh bolalarimiz kichkinaligidan yolg'onni ko'rib katta bo'lyapti bizdan. O'shuning uchun bir gapni gapirsak isham o'ravermaydi. Bitta bormi? Ana bobo kelyapti. Bobo kelmayapti. Bunday qilsang, anaqa bo'lib qolasan. Unaqa bo'lmaydi. Gapirsa, yolg'on gapiradi. Yolg'on gapirmaganman men deb kelishib tanamiz. Hali majbur bo'lib qolgan paytda boshqa gap. Ixtiyori bilan ishini bitirish yolg'on gapirgan odam nima deymiz? Hop bitta. Va'daga xilof qiladi. Birodarlar, bu bizni siz bilan bizni zamonimizdagi musibat. Soat 1da oshni buzamiz deydi Hoji aka. Desa shashmasdan 2:30 kirib keladi. Biladi-da, 2:30gacha osh solishmaydi. Biz o'sha birga va'da qilinganda 2:30gacha kutayotgan odamimiz shu va'dasiga xilof qilishlikda davom etishlikka biz benzin quyib beryapmiz. Bir marta solib yeb qo'ying-da oshni. Kesin, puliga kuysin, jirillab qolsin. Sen nimaga hurmat qilmaysan bizni? Nimaga musulmonlik sifati yo'q senda? Nimaga bergan ahdingga vafo qilmaysan? Nimaga o'zingni hurmat qilmaysan? Yo'q, qo'y endi, uyat. Kesal nima bo'lib qoladi? Sizlarda hayotingizda aytyapmanmi yo o'zimnikini aytyapmanmi? Bu bizning hayotimiz. Bo'pti endi qo'y endi. Xafa bo'lib qoladi. Bu 6 ta esi yo'q, vaqtida kelib, o'tiribdi, bular xafa olmaydimi? 10 ta bahona bilan kelamiz, ana bo'lib qoldimi, biz qabul qilaveramiz. Bilasizlarmi, g'arb mamlakatlari dunyo ishlarida siz bilan bizning o'zib ketganligini sabablardan bittasi va'dasida qattiq turadi ular. Punktualnost deydi mana ularning tilida.
aytgan vaqtida, aytgan momentida ish qilmasa, bu odam jiddiy odam emas ekan, bu bilan tijorat qila olmaymiz deb shart surib qo'yadi bu odamni. Munofiqning ikkinchi belgisi va'da bersa bajarmaydi, xilof qiladi. Ana endi kutib turishyapti ozgina. Ustalar indinga tutadi mashinangiz. Men kuni boraman. Qarab tursa hammamizda bor. Uchinchisi omonatga xiyonat qiladi. Munofiqning belgisi 3 ta. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Topilib qolmayaptimi ishimizda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, 5 yoki 10 daqiqa ko'payib kelsa sabr qilib turasizlar. Chunki jiddiy mavzu bu. Va siz bilan bizda bora-bora yo'q bo'lib bor ekan mavzu. Ya Rasululloh, qiyomat qachon qoyim bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Iza zuyi'atil amanat fantazirissa." Buxoriy rivoyati. Agar omonatlar zoya qilinsa, omonatlarga xiyonat qilishlik boshlangan bo'lsa, bu qiyomatning boshlanishi. Rasululloh qachon omonatlar xiyonat qilinadi omonatga desa, "Iza wusidal amru li g'ayri ahlihi fantazirissa." Bir ishni bajarishlik, shu ishni bajarishlikka loyiq bo'lmagan odamlarning qo'liga o'tib ketsa, qiyomatni kutinglar. Xo'p, mana shu hadisga to'xtaymiz. Loyiq bo'lmagan odamning qo'lida bir ish bo'lib qolsa, shu qiyomatning ko'rinishi. O'qituvchi bolalarni o'qityapti maktabda. Saviya 0. Bolalarni o'qishlikka haqqi yo'q buni. Lekin tarbiyachi bo'lgan. Qarabsizki, maktabda bitirib chiqib turib, bolangiz ish bo'ladi bilmayotgan bo'lsa, bilingki, mana shu bolaning tarbiyasi bilan shug'ullangan odam noloyiq odam. Shu ishni qiyomati chiqdi. Kuzatyapsizlarmi hayotda? Ikkinchisi, savdogarlar. Savdo qilishlikdan burun shariat islomiyada savdo ilmi haqida gapirilgan fiqh qoidalarini bilmasa savdo qilayotgan odam savdoda, birodarlar, omonatga xiyonat qilib qo'yapti. Chunki bilishlikka haqqi bilmagan edi u odam. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, bizni bozorlarimizda shariatning qonun qoidasini bilmagan odam savdo qilmasin deb buyruq chiqargan. Rozi bo'lib ketdi. Halol menga deydi. Qayerdan bilasan? Mana qalam 10 so'm bo'lsa, bozorga olib tushsangiz 6 so'mga olib, 7 so'm sotayotgan bo'lsa eskisini. Bir odam olib tushdi qalamni bozorga. Bozorda 5 so'mligini yoki 6 so'mga bilmaydi-da, 3 so'mga sotib ketdi rozi bo'lib. Siz nima deysiz? Rozi bo'lib berdi, menga halol dedi. Shu yerda xato qilasiz. Bilmagan odam bozorda kuymasligi kerak, islomda rahmatligini ko'ring. Narx-navoda bilmagan odam kuyib qolish kerak emas. Bilasizmi shu yertini? Demak, siz ham savdodagi noaqil bo'lgan odamsiz. Yo birortamiz o'tirib, "Domla, fiqh kitobida savdo bobini o'qiylik" degan birorta savdogar bo'lganmi ichimizda? O'zi rozi bo'lsa bo'ldi-da. Demak, savdoni qiyomatini kutavering. Bir tabibga borasiz. Bir odamni davolashlik bu omonat bu. U sizga ishonib o'zini jasadini qo'yib beryapti. Bu omonat edi. Sizni tabiblikka loyiq ilmingiz yo'qligidan uni kasalini ziyoda qildingiz, ehtimol o'ldirib qo'ydingiz. Demak, shu tabobatni qiyomatini kutavering. Noaqil odamlar tabib bo'lib qolgan paytda. Tushuntira olyapmanmi? Va har kuni peshonamizni ummatda uradigan muammo yo'l harakati qoidalari. Pravilani bilmagan sho'pilar tiqilib ketyapti. Qiyomatni ko'ryapsizlar ko'chada. Kichkinagina ko'rinishini. Demak, qoidani bilmagan odam mashinaga o'tirib ko'chaga chiqishligi bu odam omonatga xiyonat qilayotganligi. O'zi bilan mashinada olib ketayotgan 3 ta klientiga joniga tajovuz qilayotganligi, ko'chada piyoda o'tib ketayotgan piyoda odamni urib olishga bo'lgan xavotirda tahdid solishligi bu omonatga xiyonat bo'ladi. Har bitta odam o'zini ishida puxta bo'lmasa ekan, usta bo'lmasa ekan, bu odam xiyonat qilyapti o'zining ishiga. Qadimda salaf solihlarimizni qarasak, masalan, yurtimizdan chiqqan katta bir allomalarda qaraydigan bo'lsak, ularning ustozlari haqiqatan zo'r odamlar bo'lgan, talabalari ham zo'r chiqqan. Buxoriy, Termiziy, Ulug'bek yoki boshqa Beruniylar, Ibn Sinolarda aytamiz. Nimaga hozir chiqmayapti desa, egalari qolmayapti tarbiya beradigan. Omonat deb beradiganlar qolmayapti. Soatini o'tkazsa bo'ldi deb qoldi. Insonga berilgan omonatlar ko'p. Birinchidan tiriklik o'zi omonat. Ertaga olib qo'yadi Alloh taolo. Bu vaqtincha bizning qo'limizda. Sog'lik omonat, ertaga belimiz bukilmaydigan bo'lib qoladi. Ertaga usholmaydigan bo'lib qolamiz. Omonat bu narsani o'rniga sarflashlik kerak. Vaqt omonat,
farzand omonat, tinchlik omonat. Bizdagi hamma narsalar omonat. Nima degani? Vaqtincha qo'yilgan narsa, ertaga olib qo'yiladi bu narsa. Ali ibn Abi Talib aytadi, omonatni ado qilishlik rizqni kaliti deydi. Sizga qo'yilgan omonat, so'z, pul yoki qandaydir bir narsani omonatni vaqtida egasiga yetkazib qo'yib, ado qilib topshirib qo'ying, rizqingiz keng bo'ladi, deyapti. Shu rizq olib yurib va'daga vafo qilmayapmizmi? Rizq deb turib har xil harom yo'lga qo'limizni uryapmizmi? Shu rizqimiz keng bo'lishini xohlasak, omonatni ado qilishimiz kerak. Umar ibn Xattob aytadi, "O iroda bir chekkasida" deydi. Bitta ot yoki bitta tuya yo'lni tekkizmasligidan qoqilib tushsa, qo'rqaman Allohdan. Meni yelkamdagi omonat edi shu. Umar nimaga yo'lni tekkizlab qo'ymagansan deb so'raydi Allohdan. Biz o'zimizni farzandlarimizni omonatligini bilib olaylik-da. Farzandlar omonat. Farzandlar omonat. Unga halol pul yig'ishligimiz omonat. Javob beramiz bunga. Ularning tarbiyasi omonat. Faqat qorni bilan jasadini to'ldirishlik, boshqa bitta tom qilib berish emas. Mo'vi ruhini tarbiyasiga ham qachon e'tibor beramiz? Bolalar ota-ona kul ol degan gap bor. Biz qanaqa qilib yasasak o'sha loyda. Chiroyli bir ko'za bo'lishi mumkin, garshi bo'lishi mumkin. Yoki kessak bo'lishi mumkin bir joyga tek qo'yib qo'ysangiz. Kim qilyapti shu narsani? Ota-ona qilyapti. Demak, farzand degan omonatni haqqini ado qilmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Makkani tashqarisiga chiqqanida mana shu omonatni ado qilgan odamlarning kimligini, nima ish qilganligini eshitaylik-da. Mana bir qancha qissalar keladi. Umar ibn Xattob ko'chaga Makkani tashqarisiga chiqqanda bir cho'pon qo'y haydab yurganini ko'rdida, "Qo'yingdan bittasini sotmaysanmi?" dedi. Desa, "Men qulman" dedi. "Bu qo'ylar xo'jayinimniki" dedi. Umar ibn Xattob bir sinamoqchi bo'lib, "Ha, bo'ri yeb ketdi" deb qo'yasan. Hali qul qarab, "Ha, bo'ri yeb ketdi" deb egarman deydi, "Oldirman" deydi. Alloh hada qoladi unda. Mashinam buzilib qoldi, falonchi kelib qoldi, shu kech qoldim deb qo'yib ishontirdingiz. O'sha oshni kutib o'tirgan birodarlaringiz. Allohni qana deb ishontirasiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yo'lda ketayotib, yelkasiga tashlab olgan to'ni tushib ketdi, Qur'on o'qib ketayotib, bilmay qoldi buni. Bir qancha masofa yurgandan keyin to'ni tushib ketganini ko'rdi, qarasa orqada qolibdi. Otdan tushdi, "Ushlab turing" dedi, piyoda buni olib keldi. Shunda biyodalar, "Ya bir mo'minin, otni shunday bursiz bo'lmasmi?" dedi. "Otni bir tomonga ijaraga pulini to'ladim. Orqaga qaytishlik omonatga xiyonat bo'lardi" dedi. O'sha bizning qamizga sig'may qolgan. Mana qalam ukamga berib qo'ying desa, qalamni olasizda, 10 kelgan nima qilib qo'yasiz? Nima kam qoladi biz. Biz tushunchani qarang. Bu kishi otni burmayapti. Men bir tomonga pulini to'laganman. Ikkinchi odam aytdiki, "Ha, menga siz olib berardimi unchalik orqaga qattiq kelmasa" desa, "Sen meni qulimmisan yoki xizmatkorimsan, men senga buyurganim" dedi. Bizni aqllarimizga sig'may qoladi ba'zi bu narsalar. Qodisiya jangida musulmonlarga juda katta o'lja tushdi. Sa'd ibn Abi Waqqos boshchiligidagi qo'shin Kisroning qasriga kirdi. Uni tojini, qilichini, bilak uzuklarni hammasini oldida Baytul Molni shunday bo'lib jo'natishardi. Juda katta mol kelganda Umar ibn Xattob ko'rib yig'laydi. Yig'laydi. Musulmonlarning omonatdorligini ko'rib yig'laganda Ali ibn Abi Talib aytadi, "Bu keyingilarga ibrat bo'lib qoldi. Siz o'zingiz iffatli bo'ldingiz-da. Siz o'zi omonatga xiyonat qilmaydigan kishisiz-da. Qo'l ostingizdagilar ham shuning uchun omonatga xiyonat qilmaydigan bo'ldi." Ota omonatdor bo'lsa, farzand omonatdor bo'ladi. Ota kazzob bo'lsa, bola kazzobcha bo'ladi. Ota halol bo'lsa, bola halol bo'ladi. Ota fosiq bo'lsa, bola ham fosiq bo'ladi. Kimni o'rganadi? Kimni o'rganadi? Urushganimni deb qolishni kimni o'rgandi? Sigaret chekayotgan ota-onadan o'rgandimi? Piyolani piyolaga ushtirib cho'rishni kimni o'rgandi? U tug'ilgandan boshlab miyasiga programmasiga kirgizib qo'ygan emas u narsa. Tashqaridan ko'rib o'rganadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan bir kishi yer sotib oldi. Sotib oldida ozgina kavlagandan keyin tagidan tilla chiqib qoldi. Tillani oldida yer sotganga bordi, "Mana seni tillang" dedi. Desa u aytdi, "Men yerda sotganman ichidagi narsasi bilan." Ikkalasi tolashib qoldi. Bizda aksi bo'ladi-yu. Sen ol, men ol bo'lib qoldi.
qoziga borishdi. Qozi quloq solib turib ikkovini da'vosini aytdiki, bu ikkovlarda farzandlar bormi dedi. Meni o'g'lim bor, meni qizim bor dedi. Ikkoviga saplab yuboringlar dedi. Ikkovi xudo bo'ldi. Mana shu kelin kuyovga saplashib. Haqiqatan sig'maydi. Qanday? Qandaylarda u qiyinda bu narsa. Lekin shunaqa bo'lgan Rasululloh tarbiyasini olgan kishilar. Imom Shofiy o'zining shogirdi Imom Ahmad ibn Hanbalni uyiga mehmonga keldi. Keldida xufton namozi o'qib bo'lgandan keyin o'ziga belgilangan xonaga kirdi, eshikni yopdi. Uxlab endi yotay desa, yotib oyog'ini uzatadigan tomonida Qur'on turgandi, mushaf sharif. Oyog'ini Qur'on tomonga uzatishlikdan hayo qildida, kechasi bilan namoz o'qib chiqdi. Ertalab Ahmad ibn Hanbal bomdod namoziga o'tgan kirgan paytda ustozini uyg'oq turganligini ko'rdi. Ustoz dedi, "Uxlamadingizmi?" desa, "Qur'on turgan ekan" dedi. Oyog'im uzatkim kelmadi, shuning uchun uxlamadim dedi. "Ha, olib qo'ysangiz bo'lmasmidi?" desa, "O'zimniki bo'lmagan narsaga qanaqa qilib qo'limni tegizaman? Yeb qo'ymayapti, ishlatib qo'ymayapti, qo'limni tegizmayman birodar narsasiga" deydi. "Ha, men o'zim o'qitmabsiz-da. Sizni uyqungizni bezovta qilgim kelmadi" dedi. Uchinchi Imom Shofiy desa, Allohning rahmati bo'lsin kishiga. Imom Ahmad ibn Hanbal desa, rahimahulloh. Shunda ustoziga qarab Ahmad ibn Hanbal aytadi, "Mana bizga mehmon bo'ldingiz, qizim sizda bir 3 ta narsani kuzatibdi. Birinchisi, xuftondan avval kechki ovqatni ko'p yedingiz. Musulmon odam o'zi ovqatni ko'p yemas edi. Ikkinchi ishingiz, yotishlikdan burun 2 rakat namoz o'qimasdan eshikni yopib kirib ketdingiz. Uchinchisi, tahorat qilmasdan bomdod namozini o'qidingiz." Ustozi shogirdiga javob berib aytadi, "Siz yuzga kirib kechki ovqatni ko'p yeganligimiz sababi" deydi. "Sizni pulingizga harom aralashmagan. Halol bo'lgan taomni ovqat deb emas, dori deb yedim. Shuning uchun ko'p yedim" dedi. Harom aralashmagan luqma shifo bo'ladi. Shifoni ko'proq bo'lishini xohladim. Eshikni berkitib olishlikka kelsak, men yotishlikdan burungi o'qiydigan 2 rakat namozimni Allohdan boshqasi ko'rishini xohlamayman. O'shuning uchun bekitib oldim. Endi bomdod namozini tahorat o'qishga kelsak, kechqurun uxlaganim yo'q-da. Xuftonda tahorati bilan bomdod o'qidim. Omonatdorlik shunaqa og'ir narsa ekan. Chunki Alloh taolo osmonni, yer, tog'lar ko'tara olmagan narsani ro'bor o'qiganimizda ular bosh tortgan narsani inson qabul qildi, o'ziga nodonlik, jahli, zulm qildi. Siz bilan biz yelkamizda mana shu omonat bor. O'lim degan omonat bor. Din degan omonat bor. Vaqt degan omonat bor. Farzand degan omonat bor. Qiyomatda javob beramiz bu narsalarga. Birodarlar, mashina minayotganlar, tijorat qilayotganlar, bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanayotganlar, esimizdan chiqmasin. Bular hammasi omonat. Qiyomatda javob beramiz. Hali bir marta ko'chaga mashinani minib chiqib bir qoidani o'qimasdan shart mashinaga o'tirib olayotgan ukalarimizga kelsak, siz bilan biz shu harakat qoidani bilmasdan minishligimiz bu ham omonatga xiyonat bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo qo'yilgan har bitta omonat hisob kitobini qiladi. Valladina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ular ahdlariga va omonatlariga rioya qiladigan, vafo qiladigan odamlar. Ahmad ibn Hanbalning ustozi kitobni olib qo'ygani qo'lini cho'zmayapti. O'ziniki emasdi. Biz qanaqa? Alo, men aytib qo'y. Alo, dadam aytdi deysan. Xo'p, dadangiz aytsin, xo'p, qabul qiling. Men aytib qo'yaman deysiz oshnangizga. Va yamna'unal ma'un, omonatga tutadigan narsasini bermaydi Alloh taolo. Yomon bandalarning sifatini sifatlaganda. Endi domla lopotgani so'rasa, bersang, 3 kundan keyin o'zing so'rab chiqsang, unda nima qilish kerak? Berish kerakmi, bermash kerakmi? Qanday olyapmiz bu savollarni? Hayotimizni olyapmiz. O'zi aslida so'rashlik o'zi pastkashlik edi. Endi zarurat bo'lib turib so'ragandan keyin ishlatib olib beramizmi? 2 minutga berib turing, kulishingizni deydi usta. Nargi yamadagi usta. 2 minut shuni bo'shatib olib kelib beraman deydi, qarabsizki, 2 kundan keyin hali odam borib so'rasa, qachon oldim deydi. Birodarlar, omonat deganda faqat pulni tushunmaylik. So'z omonat. Hattoki bir odam sizga bir gapni gapiryapti, 2 yoqqa qarab qo'ydimi? Shu ham omonat. Demak, birovda eshitib qolishini xohlamayaptimi?
sizga omonat demasa ham omonat. Mana salaf solihinlarda hayotida qanday ishlar sodir bo'lganligini, u kishilar kimdan qo'rqqanligini va vaqtiga qanday vafo qilganligini ba'zi bir qissalarni eshitgan bo'ldik. Ibrat olaylik. Inson to'g'ri bir daniga yaxshi bo'lib qolmaydi, bir daniga omonatdor bo'lib qolmaydi, hamma sekin-sekin bo'ladi. Lekin o'sha sekin-sekin tomonga birinchi qadamni tashlasak, Alloh taoladan tavfiq so'rasak, Alloh taolo omonatga rioya qiluvchi, ahdiga vafo qiluvchi kishilardan qilishligini o'zidan so'raymiz. Demak, har bitta omonat birodarlar qiyomat kunida so'raladi. Yelkamizda omonatlar ko'p, omonatlarni ado qilishni Alloh taolo hammamizga nasib qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.